Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun ajoyib mavzuni o'zbekchaga tarjima qilib, yoritishga harakat qildim va sizni fikringizni bilmoqchiman. O'qituvchini o'zlashtirishi lozim bo'lgan pedagogik texnikaning muhim tarkibiy qismlaridan biri uning nutq texnikasidir. His-tuyg'ularni so'z bilan tushuntira bera olish, nutq tempi, diksiyasi, tovush ohangini baland, o'rta, past qila olish texnikalari. Hech oddiy savolga ta'sirchan javob olganmisiz? Har birimizni ta'sirchan do'stimiz yoki dugonamiz bo'lsa kerak. Bir narsani tushuntirib berguncha 5 marta adashib, 2 marta xafa bo'lib, 8 marotaba xursand bo'lishi mumkin. Demak, qanday qilib hayajon va ortib borayotgan hissiyotni yengish? Boshladik. Haqiqat shundaki, yoqimsiz hislar yoqimli narsalarga qaraganda tezroq to'planib boradi. Bizning tanamiz shunday ishlaydi. Gapni eshitmasdan turib yig'lash, achchiq qilish, xafa bo'lish, xursand bo'lish. Bir taraflama hissiyotga ochiq bo'lish yaxshi, lekin medalning ikkita tarafi bor. Yomon tarafi shundaki, yo'q. Yomon emas, yoqimsiz. Yoqimsiz tarafi shundaki, nafaqat o'zimiz, balki o'zimizni doimiy atrofimizdagi yaqinlarimizga yoqmasligi mumkin. Albatta, har bir narsada normal o'lchov zarur. His-tuyg'ularni nazorat qila olmaslik sizni voqeaga obyektiv baho berish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bundan tashqari, tez-tez hissiyotga beriladigan odamlar o'zlarini kamchiliklaridan kuchli bir qurol yasab olishadi va manipulyatsiya yo'lida ishlatishadi. O'zingizni his-tuyg'ularingiz bilan odamlarni boshqarish qanchalik oson ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Eringiz, xotiningiz, yaqin do'stingiz yig'idan qo'rqadi. Qo'rqadi-hamki, yig'layotganingizni ko'rsa ko'ngli yumshab ketadi. Xo'sh, nega keyin ko'z yoshlar bilan xohlagan narsangizga erisha olmaysiz? Tak, o'zimni fikrimni ham aytib o'tib ketaman, ushbu manipulyatsiya bilan shug'ullanmang. Chunki vaqti kelib eringiz sezib qolsa, haqiqatdan yig'lashingizga to'g'ri keladi. Davom etamiz. Har safar hammasi yaxshi bo'ladi deb aytib o'zingizni tinchlantirishga harakat qilishingiz mumkin. Yoki o'ta og'ir holatlarda hamma narsa yaxshilikka-ku deb tinchlantiruvchi dorilarni batamom qabul qilishingiz mumkin. Siz o'zingizni orzularingizni tasavvur qilishingiz yoki siqilib, yig'lab, sevgi-muhabbat seriallarini ko'rishingiz mumkin. Yoki psixoterapevtdan yordam so'rashingiz mumkin. Biroq faqat o'zingizni ustingizda ishlash kutilgan natijaga olib keladi. Bilasizmi, ko'pincha haddan tashqari hissiyot muammosi odatiy o'ziga bo'lgan shubha, o'ziga ishonmaslikdan kelib chiqar ekan. Birinchidan, o'zingiz uchun hayajon sizning ichingizda qanday namoyon bo'lishini tushunish muhimdir. Kimdir yig'laydi, kimdir esa xafa bo'ladi, kimdir esa ichiga yutib jim bo'ladi. Oq varaqqa o'zingizga yoqmagan jihatlaringizni yozing va sekin-asta o'sha jihatlarni ustida ishlashni boshlang. Faraz qilamiz, sizni oldingizda urush yoki janjal. Siz hayajonda sezdingiz. Birinchi maslahat: nafasni tiklash va bir tekisda nafas olish. Ikkinchi maslahat: boshqa narsaga chalg'ish, ya'ni boshqa narsa haqida o'ylash. Bilasizmi, agar sizni hissiyotlaringiz qamrab olsa, organizm adrenalin ishlab chiqarishni boshlaydi. Karra jadvali: yaqin do'stingizning tug'ilgan kuni, siz sevgan she'r, siz sevib ko'radigan serial qahramonining haqiqiy ismi sariq rangga ko'k rangda qo'shsa nega yashil bo'ladi va Eyfel minoradan olmani pastga tashlasa bo'ladimi? Ajoyib. Xayolni chalg'itish hayajonni yo'qotishga yordam beradi. Uchinchi maslahat: janjal tugab bo'ldi va 1 soatdan keyin qattiq hayajon bosishni boshladi. Iliq dush tanani tinchlantiradi va hayajonni yo'qotadi. To'rtinchi maslahat: siz sevgan musiqani eshiting. Musiqa 85% ga kayfiyatni ko'taradi va hayajonni yo'qotadi. Bilasizmi, ushbu maqolani tarjima qilish oson bo'lmadi va o'zim uchun juda ko'p narsani o'rgandim. Chunki o'zim ham hissiyotga berilib gaplashaman. Joy kelsa terlab ketaman yoki-da 1-2 soat gaplashib charchab qolaman. Ushbu audioni yaqinlaringizga tarqating. Ha, aytgancha, o'z fikringizni Shum Artbotga yozib qoldiring. Hammaga rahmat.